O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-sentyabrdagi 173-sonli farmoniga muvofiq 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatdan o'tkazish tadbiri belgilangan. Shuningdek, 15-yanvardan 31-yanvarga qadar onlayn ro'yxatdan o'tkazish ham belgilangan bo'lib, bugungi kunda Yakkasaroy tumanida joylashgan Askiy dehqon bozori ma'muriyati tomonidan ro'yxatdan o'tish uchun kerakli barcha sharoitlar yaratilgan. Bozor xodimlari va tadbirkorlar onlayn ro'yxatdan o'tkazish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Shu bilan birga barcha fuqarolarimizdan ushbu muhim tadbirda faol ishtirok etishini so'rab qolamiz.